Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Keyingi paytlarda ko'plab berilayotgan savollardan biri bu uyquning kamligi, uyquga to'ymaslik va surunkali charchoqlar ko'payib ketyapti. Bularning sababi o'z vaqtida uyquga yotishning buzilishi. Demak, uyquga yotish vaqti soat 10 dan 10:30 atrofida, 22 dan 22:30 atrofida yotilganda to'liq uyqu olish imkoniyati bo'ladi. Kimdir kechasi bilan telefon ko'radi, ijtimoiy tarmoqlarda har xil savol-javoblar qilishadi yoki bo'lmasa kinofilmlarni ko'rishi yoki tungi smenalarda ishlashi bu kerakli uyqu olish vaqtining o'tib ketganligidan keyin bezovtaliklar ko'payib boshlaydi. Bunda bosh og'rig'i kuzatiladi. Ertangi kun ish jarayonlarida sustkashlik hosil bo'ladi. Xastalik bilan xotira kamayishi, keyinchalik qon bosimining oshishi, qonda qand miqdorining oshishi belgilari ham kuzatilishi mumkin. Birgina uyquni yaxshilashning o'zi ko'pgina kasalliklarning oldini olish va davolash mumkin bo'ladi. Tabiatda bolalar 18-20 soatlab uxlab o'sadi va boshqa kasalliklarda kamayadi. Shuning uchun uyqu rejimining bo'lishi bu ko'pgina kasalliklarni tuzatish va oldini olish uchun xizmat qiladi.